Bugun sotuvimizda Captiva bir mashinasi. Bu mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari top-toza, yurgan masofasi 180 ming halol probegi, 4 ta yumshoq balon, motor, korobka, hadavelarda umuman ishi yo'q. 2 ta 65 tali metan gazlar o'rnatilgan, konditsionerlari ham ishlab turibdi. Faqat egalariga pul juda zararlangan. Bu mashinamizni narxini videoni oxirida aytib o'taman. Salon holatlariga o'tamiz. Salon holatlari juda yaxshi holatda turibdi. Umuman urilib, mehnatda ezilib ketgan mashina emas. Probegi 182 ming halol probegi. Video registrator, antiradar hammasini beraman deyishdi. Eng qizig'i, 4 ta baloni ham tortar ekan, kardalari uzilmagan. Yana aytaman, texnik umuman ishi yo'q. Bu mashinamiz narxini eshitish uchun videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu mashinamiz narxini 5950 naqd pulga deb qo'ydik. Pastda nomer qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Bunaqa chans, bunaqa variantlar faqat MB bazarda bo'ladi. Sizlardan so'raydigan narsa, videoga like bosib, bizga bitta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz sizlar uchun narxlarni sindirishda davom etamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yanada arzon mashina qo'yamiz.